Bugungi darsimizda Git repozitoriy yaratish, remote'dagi repozitoriyni klon qilib olish hamda repozitoriy holatini tekshirishni ko'rib chiqamiz. Darsimiz quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi. Git init komandasi yordamida lokalda repozitoriy initsializatsiya qilish, initsializatsiya vaqtida yaratilgan Git folderini tarkibini o'rganib chiqamiz. Remote'da turgan Git repozitoriyni localga klon qilish, local git repozitoriyidagi repozitoriy holatlarini tekshirish hamda areyalar orasidagi farqni ko'rishni o'rganamiz. Git init komandasi yordamida folderimizni Git repozitoriyga aylantirib olamiz. Misol uchun myprojects degan folder bor va u folderning ichida ikkita fayl yozilgan va bu oddiy folder. Shu folderda turgan holatda terminalda git init komandasini ishlatadigan bo'lsak, folderning ichida .git folderi yaraladi. Git repozitoriy haqidagi hamma ma'lumotlar shu folderning ichidagi fayllarda saqlanadi. Git init komandasi yordamida yaratilgan .git folderini ichida qanaqa fayllar saqlanishini ko'rib chiqamiz. Head fayli hozir qaysi branchda ishlayotganimizni ko'rsatadi. Branchlar haqidagi ma'lumotlarni keyingi darslarimizda ko'ramiz. O'tgan darslarda configlar haqida gaplashganimizda 3 ta layer haqida gaplashgandik va local layerdagi konfiguratsiyalar .git folderining ichidagi config faylda saqlanadi. Objects folderi bu Gitni ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Bu folderda barcha commitlar va fayl haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. Refs folderining ichida har bir branch va taglar haqida ma'lumotlar saqlanadi. Git vositasida repozitoriyni har xil komandalar orqali boshqarishimizdan tashqari jarayonlarni avtomatlashtirib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun hooks degan folderning ichida skriptlar yoziladi. .git folder ichidagi fayllar va folderlar bular avtomatik Git tomonidan o'zgartirib tahrirlanib boriladi. Buni qo'lda o'zgartirish xatoliklarga olib kelishi mumkin. Avvaldan yaratilgan va remote serverga yuklab qo'yilgan repozitoriylarni localga git clone komandasi orqali yuklab olishimiz mumkin. Git clone komandasiga repozitoriy URLni ko'rsatamiz va butun repozitoriy barcha commitlari, barcha branchlari bilan birgalikda localga yuklanadi. Localga bog'langan repozitoriylarni git remote komandasi orqali ko'rishimiz mumkin. Remote repozitoriylar haqida va ularni boshqarish haqidagi tushunchalarni keyingi nazariy va amaliy darslarimizda yana ko'rib chiqamiz. Git clone komandasini ishlatishga bir necha misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, eng oddiy usuli git clone buyrug'idan keyin shunchaki repozitoriy URLni beramiz. Bu komandani run qilganimizda qaysi folderda turgan bo'lsak, o'sha folderda repo degan nomli folder yaratiladi. Ya'ni repozitoriy nomi bilan bir xil bo'lgan folder yaratiladi va shu folderning ichiga barcha fayllar yuklanadi. Shu fayllarning ichida .git folderi va uning ichidagi fayllar ham mavjud bo'ladi. Agar klon qilingan repozitoriyni localdagi folder nomini boshqacha nomlashni xohlasak, unda URLdan keyin argument sifatida folderni nomini beramiz. Bu holatda mylocalname nomli folder yaratiladi va shu folderning ichiga barcha fayllar yuklanadi. Git clone komandasi orqali repozitoriy klon qilinganda undagi barcha commitlar tarixi bilan yuklanadi. Agar bizga tarix kerak bo'lmasa, faqat eng oxirgi snapshotni olmoqchi bo'lsak, depth optionidan foydalanishimiz mumkin. Bu CI/CD jarayonlarida tarix muhim bo'lmagan holatlarda, faqatgina fayllar kerak bo'lgan holatlarda ishlatilishi mumkin va bu klon jarayonini tezlashtirib beradi. Faqatgina oxirgi snapshotni yuklab olgan bo'lsak va keyin bizga agar tarix yana kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu komanda orqali tarixni qaytadan yana yuklab olishimiz mumkin. Repozitoriyadagi fayl holatlarini ko'rish uchun git status komandasidan foydalanamiz. Misol uchun repozitoriyda hello.txt degan yangi fayl yaratsak, avval bu fayl untracked holatida bo'ladi. Bu holatda turgan fayllar haqida Gitda ma'lumot mavjud emas va Git bu fayllar haqida hali bilmaydi. Git add komandasi orqali qachonki bu faylni staging arrayga o'tkazsak, faylning holati staged holatga o'zgaradi. Staged arrayadagi barcha fayllarni git commit komandasi orqali commit arrayga o'tkazganimizda fayllarning holati committed holatga o'tadi. Git add va git commit komandalari orqali faylni bir holatdan keyingi holatga o'tkazishimiz mumkin va bundan tashqari
kerak holatlarda faylni orqaga ham qaytarishimiz mumkin. Git restore komandalaridan foydalanishimiz mumkin bu holatda. Komandalar haqida keyingi mavzularimizda to'liq yana o'rganamiz. Birgina faylni tarkibi har xil areyalarda, har xil holatda turgan bo'lishi mumkin va bu farqni git diff komandasi orqali osonlikcha ko'rib olishimiz mumkin. Gitda 3 ta areya bo'lganligi sababidan, demak bizada 2 ta farq bo'ladi. Working tree bilan staging area orasida bitta farq va staging area bilan repository orasida yana bitta farq. Git diff komandasini o'zi working tree bilan staging area orasidagi farqni ko'rsatadi. Agar bu komandaga staged degan option qo'shadigan bo'lsak, unda staging area bilan repository orasidagi faylni farqini ko'rsatadi. Git diff komandasini bu ko'rinishdagi output berishi working tree va staging area orasida farq borligini bildiradi. Bu holatda hello deb yozilgan qator staging areaga o'tkazib bo'lingan, working areada qo'shilgan world qatori staging areaga o'tkazilmagan. Git diff staged komandasi eng oxirgi commitdagi fayl holati bilan staging areada turgan fayl holatini farqini ko'rsatib beradi. Shu vaqtgacha o'rgangan komandalarimizni ketma-ket run qilinishini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda git init komandasi orqali yangi git repository initializatsiya qilib olamiz. cd komandasi orqali ushbu repozitoriyga kirib olamiz hamda bu repozitoriyda yangi fayl yaratamiz va u faylni nomi readme.md bo'lsin. Yangi fayl yaratganimizdan keyin working tree bilan staging area orasida farq paydo bo'ladi. Chunki biz yangi fayl yaratdik va unga content yozdik, lekin bu o'zgarishlar hali staging areaga o'tkazilmagan. Va bu o'zgarishlar mavjudligini git status komandasi orqali ko'rishimiz mumkin. Aynan nimalar o'zgarganini, faylda qanaqa kontentlar qo'shilganini, qanaqa fayllar qo'shilganini git diff komandasi orqali ko'rishimiz mumkin. Yangi qo'shilgan faylni va uni ichidagi o'zgarishni working tree dan staging areaga o'tkazishimiz uchun git add komandasidan foydalanamiz. Git add komandasiga bitta dona fayl pazini bersak ham bo'ladi yoki bo'lmasam folder pazini bersak ham bo'ladi. Agar git addga folder beradigan bo'lsak, o'sha folderning ichidagi hamma fayldagi o'zgarishlarni staging areaga o'tkazadi. Agar butun loyihadagi o'zgarishlarni bittada staging areaga o'tkazmoqchi bo'lsak, shunchaki git adddan keyin nuqta argumentini berishimiz mumkin. Nuqta argumenti bu current directory, ya'ni aynan hozirgi turgan repozitoriyimizni root directorysini bildiradi va barcha o'zgarishlarni bittada staging areaga olib o'tadi. Staging areamizda o'zgarish paydo bo'ldi, lekin u hali commit qilinmagan. Bu o'z-o'zidan staging area bilan repository area orasidagi farq mavjudligini ko'rsatadi va bu farqni git diff -staged komandasi orqali ko'rib olishimiz mumkin. Va oxirida hamma qilingan o'zgarishlarni commit qilib qo'yish uchun, o'zgarishlarni commit areaga o'tkazishimiz uchun git commit komandasidan foydalanamiz. Git commit komandasiga -m optioni bilan commit message yozamiz. Bu commit message biz yaratgan commitga biriktiriladi va keyinchalik ushbu commitda nima o'zgarishlar bo'lganini shu messagedan ko'rib olsak bo'ladi. Bugungi darsimizga qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, git init komandasi orqali yangi repozitoriy initializatsiya qilib olamiz. Initializatsiya qilingan git repozitoriy ichida .git folder yaratiladi va uni ichida kerakli fayl va folderlar saqlanadi. Bu fayl va folderlarni qo'lda o'zgartirmaslik kerak va bu fayllar git tomonidan avtomatik tahrirlanadi. Git clone komandasi orqali remote serverda turgan repozitoriyni to'liq tarixi bilan birga yuklab olishimiz mumkin. Remote serverdan repozitoriyni yuklashda tarix kerak bo'lmasa, CI/CD uchun tezda yuklab olishimiz uchun deps optionidan foydalanishimiz mumkin. Git status komandasi orqali repozitoriyadagi fayllar holatini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Working tree va staging area orasidagi farqlarni, fayldagi farqlarni ko'rmoqchi bo'lsak, git diff komandasidan foydalanamiz. Agar bizga faylni oxirgi commit holati va staging areadagi holatlari orasidagi farq kerak bo'lsa, git diff komandasiga -staged optionini qo'shishimiz mumkin.
Keyingi darsimizda fayldagi o'zgarishni bir arraydan boshqa arrayga olib o'tish uchun ishlatiladigan komandalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu git add, git commit va git commitga commit message yozish hamda git ignore faylni tarkibi bilan tanishamiz.